Bernabeuda remontada rejasi amalga oshmadi do'stlar. Real Madrid har ikki o'yinda Arsenalga mag'lub bo'lib, Chempionlar Ligasini tark etdi. Umumiy hisob 5-1. Arsenal yarim finalda. Birinchi taymda ko'rdingiz, Real Madrid harakat qildi. O'zi umuman so'nggi kunlarda biz remontada so'zini ko'p eshitdik. Bu haqda Jude Bellingham ham aytib o'tdi. Biz harakat qilamiz dedi, lekin ko'rdingiz, Arsenal o'zining rejasi bo'yicha o'ynadi. Birinchi taymda Saka penaltidan gol kirita olmagan bo'lsa-da, ikkinchi taymda biz umuman boshqacha futbol ko'rdik. Arsenal ko'proq hujumga o'tdi va Saka gol kiritdi. Undan keyin Salibaning xatosidan keyin Vinicius hisobni tenglashtirdi va do'stlar, eng qizig'i 90+3 daqiqada odatda biz oq formadagi futbolchilardan remontadani boshlab beradigan gollarni ko'rardik-ku, lekin bu safar bu amalga oshmadi. Va do'stlar, endi aytishimiz mumkinki, Arsenalning bu g'alabasi Carlo Ancelotti davrini, Real Madriddagi murabbiylik davrini tugatib berdi va Carlo Ancelotti Real Madrid murabbiyi sifatida Santiago Bernabeudagi so'nggi o'yinini o'tkazdi. Albatta, u La Ligada va Copa del Reyda ishlashda davom etadi. Mana shu turnirlar davomida jamoa bilan birgalikda ishlaydi va keyingi mavsumda Real Madridda boshqa murabbiy ish olib borishi aniq. Arsenal ko'rsatgan o'yin, futbolchilarning tayyorgarligi, muxlislar oldidagi hayajonni bosishi va ko'rdingiz, eng ko'p aniq zarbalarni ham aynan Arsenal Madrid darvozasiga yo'lladi. Yana bir ma'lumot do'stlar, Kylian Mbappe o'yinning so'nggi daqiqalarida ko'rdingiz, jarohat olib maydonni tark etdi. Balki bu ehtiyot chorasi bo'lishi ham mumkin. Tez orada u haqida ham ma'lumotlarni olamiz. Milanda bo'lgan o'yinda haqiqiy otishmaga guvoh bo'ldik. Hisob 2-2, umumiy hisobda 4-3 hisobida Inter g'alaba qozondi va yarim finalga yo'l oldi. Yarim finaldagi raqibi Barselona aytgancha do'stlar, PSG va Arsenal qarama-qarshiligini ko'ramiz. Ikki ispan murabbiylar o'rtasidagi to'qnashuv, Arteta va Enrique o'rtasidagi qarama-qarshilikni ko'ramiz. So'nggi yillarda o'zlarini ajoyib ko'rsatayotgan jamoalarni shakllantirayotgan murabbiylar va Chempionlar Ligasi, yarim final, shunchaki olovli, dahshatli o'yinlar bizni kutmoqda do'stlar. Hozircha shu. Bugun bo'lib o'tgan o'yinlar, ayniqsa Bernabeuda bo'lib o'tgan o'yinlardan keyin chiqadigan reportajlarni birgalikda tomosha qilamiz. Vamos.